Toshkent shahar soliq boshqarmasi tomonidan tumanlar kesimida kichik va o'rta biznes vakillari bilan ochiq muloqotlar o'tkazib borilyapti. Navbatdagi uchrashuv Yashnobod tumani soliq inspeksiyasi tomonidan o'tkazildi. Unda ishtirokchilar soliq tizimidagi yangiliklar bilan ham tanishdilar. Ochiq muloqotda tadbirkorlarga soliq tizimidagi islohotlar, yurtimizda tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar haqida ma'lumot berildi. Aytish kerak, kichik va o'rta biznesning rivojlanishi, mamlakatimizda yangi ish o'rinlarini tashkil qilinishi, tarmoqda raqobat muhitini oshishga omil bo'lmoqda. Tadbirda qatnashchilar soliq tizimiga doir o'zlarini qiziqtirgan va yechimini kutayotgan masalalar yuzasidan ham mas'ullarga murojaat qilishdi. Ba'zi murojaatchilarga tegishli tartibda shu yerning o'zida huquqiy maslahatlar berildi. Qolgan murojaatlar tegishli tartibda o'rganib chiqilishi aytildi. Jumladan, ochiq muloqotda kichik va o'rta biznes tadbirkorlarining soliq hisobotlarini topshirish, imtiyozlardan foydalanish bo'yicha taklif. Bir necha yildan beri tadbirkorlik ish faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Ish faoliyatimda 10 dan ortiq qo'l ostimda tikuvchi ishchilar bor. Tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida tadbirkor o'z ish faoliyatini yaxshida rivojlantirish uchun doim harakatda bo'lish kerak. Bugun Toshkent shahar soliq rahbarlari kelib, biz tadbirkorlar bilan muloqotda bo'ldi. Ya'ni soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar bo'yicha bizlarga ma'lumotlar berishdi. Shu kuni soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlar, tadbirkorlarning barqarorlik reytingi to'g'risida ham ma'lumot berildi. Albatta, bu singari ochiq muloqotlar tadbirkorlarning sohaga oid huquqiy bilimlarini yanada oshirishga xizmat qiladi.